Ben bugün sizlerge şehirnayımızda 6 yıldan beri izchil medeniyet sanat bilen şug'ullanib kelgan bir maktabni tanishtirib o'taylik. Yo'ringlar. Yenimdeki güzel kızcha xo'p qolsa, mush maktabniki maktab mudiri Zulfiya xonim. Sizlar mush maktab necha vaqt 6 yil bo'ldi deyman, ha? Burun konteyner 2-chi qavatda, hamda konteyner qarshtirib yutkilibsizlar. Mush o'rni, muhiti bak chiroyli bir xil go'zal, yiqishli qalat qilibsizmi? O'quvchi qabul qilishni boshladinglarmi, boshlamdinglarmi? Boshlab bo'ldik, hozir 20 kunda ochdi. Ba'zi sinflarimizniki sonlarimiz to'shay deb qoldi. Mush yangi maktab rayonida qanday darsliklarni ta'sis qildinglar? Biz izchil o'zimizning xoslig'ini saqlab qolgan asosda Uyg'ur usulini asos qilib o'tyapmiz. Undan boshqa ko'ch usuli, anonki riyosatchilik darsimiz bor. Endi budaqi ta'tildan boshlab mushu soz turlarini qo'shdik. Demak, hozir 4 xil tur asos o'rinda turdi degan gap shunami? Asosliq shu soz turlardimi, gitar, tuttar, tambur, ravob qatorliq darslar o'tamiz. Soz turining turi jiqib ketibdi. Unda olib qolsa o'qish vaqti qanday chiqqan? Biz odatda darsni 1 oy o'tamiz. 1 oy ichida balaga dushanbadan jumagacha dars o'tib, shanba normal aram oldi. 1 oyda 8 kun aram olishni chiqarib olsak, to'liq 22 kun o'qiydi. Har bir turni 2 soatdan o'qiydi. Umumiy dars soati 44 soat. Unda olib qolsa, shu bolalarningki o'qish puli-chi? O'qish puli 1 oylikniki 780 koy. Uningki bir talishib, bir qisqatqida kelir bormi? Endi biz necha vaqt yoqim shu izchil o'qitayotgan ota-onalar borchu. Bularga shu oldin tizimlatgan 7-oyning birdan burun tizimlatgan ota-onalarga 80 koy e'tibor qilib, andan shu mashq kiyimi, mashq oyoqlarini yaxshi o'qilib tizimlab qo'yatgan, lekin u faoliyatlar tugab hozir shu asl bas bo'yish tizimlab qo'yapmiz. Hisobda 780 koyga oyoq kiyim hamma narsa birsizlar shundami? Unda olib qolsa faoliyatimiz tuganib qolsa, ana bunda qilsak, mush film yurak besib, mush Zulfiya xonimni ko'ngil keldim deb qilib qolsa 80 koyni yo'qotsak. Bo'ldi. Endi bizmi bu ishlarni qilyapmiz, izchil qilyapmiz. Endi o'zingiz bildingiz 6 yildan eshib 7-yilga qarab meyapmiz. Endi ota-onalarimiz bizni izchil qo'llab kelyapti ham. Mush bizning o'qituvchilarnikimi tajribasi mo'l. Shu ota-onalarmi biladi bizning o'qituvchilarning qanday dars o'tadiganini. Undan boshqa endi mush 1 oy dars oxirlashganda bolalar Noillik teatrxonaga berib, xulos faoliyatiga qatnashadi. Endi hisobda bu Noil bo'yicha eng chong sahna shu. To'g'ri. Shunga bolalarga hech qanday sahna haqqini olmaymiz. Kiyimlarni o'z ichida shu faqat o'qish pulidan topshirsa, undan boshqa ortiq hech qanday haq topshirmasin bo'ldi. To'g'ri, do'stlar, maktabning eng nochi yeri nada desa, 1 oydan uyitib bo'lgandik hammasini shu Noillik teatrxonaga kirib o'yin qo'yib, ota-onalar past o'ltirib, mush bolalaringlarning uyganganidan huzurlanib, bir xil iftixorlik his qila oladigan tuyg'uni faqat mush maktablar bera oladi juma. Shu kun oldin tanlash qilib o'ylashib baxsanglar bo'ladi. Anandan keyin sizlarniki necha yoshdan necha yoshgacha mas keldi? Odatda 4 yoshdan yuqori bolalarni qabul qilamiz. 4 yoshdan hisobda 40 yoshga tushunami? Cho'nglarning darsimi bor. Endi cho'nglarninkini izchil o'tib menyapmiz, bolalarninkini shu, lekin ta'tilda endi bolalarning darsini asos qilamiz. Bolalar asos, anandagi mush to'y to'kunda ust o'ynayolmaydim, tans o'ynayolmaydim deydiganlar, tansa usulamni o'qishlar bu. Mana birda bir holat o'yitadi. Unda olib qolsa, mush yangi maktabning o'rnini do'stlarimiz bir deb bersak. Maktabning o'rni bo'lsa, shu Kantay o'ltiraq rayoniniki qarshi tarafdagi Tianhe piyodalar ko'chasi ichida, ya'ni Mao keyin tarafdan kelsa, 6-o'tir tarafdagi yo'nalishdan kirsam bo'laverdi. Aloqa qilish nomeri qancha? Aloqa qilish telefon nomerim 183 99 22 55 44. Unda olib qolsa, aloqalashmoqchi bo'lgan do'stlar bevosita telefon qilsanglar bo'ldi. Bolalarni mushaga kelsanglar, ta'tildagi mush bosh og'riqmi, nurg'ular tugaydi, mushlar sizlarga vakolatan beqib turdi. Usullarni o'rgatib qo'ydi. Unda olib qolsa, do'stlar, birlikda mushadagi ma'lumotlarning nomerlaridan birlikda huzurlanib chiqaylik. Huzuringlar bizda bo'lsin.